Keling tadabbur qilaylik. Alloh Qur'onda qachon namozni barpo etishni zikr qilsa yonida nimani buyurdi? Allohga ibodat qilinglar, unga aslo biror narsani sharik qilmanglar va ota-onangizga nima qiling? Yaxshilik qiling, ota-onangizga yaxshilik qiling, ota-onangizga yaxshilik qiling deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Shuning uchun olimlar kim Allohning faqatgina menga ibodat qilinglar degan amriga itoat qilib, o'sha amirning ikkinchi qismi bo'lgan ota-onangizga yaxshilik qiling oyatiga amal qilmasa, uning Allohga qilgan ibodati o'zini charchatishdan boshqa narsa emas deyishgan. Qarang. Ota-onaga do'q popsa qiladigan, siz bilmaysiz, jim turing, hokazo pishqiradigan odam u namozida o'zini charchatib qo'ygan bo'larkan, xolos. Hech qanday undan u namozda foyda yo'q.